Xalqaro talabalar kuni munosabati bilan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi tomonidan Ittifoq kviz intellektual o'yini tashkil etildi. Hozir shu haqda. So'nggi yillarda O'zbekiston yoshlarining intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, ularni ilm-fan va yangiliklar sari yo'naltirish yo'lida keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. 17 noyabr Xalqaro talabalar kuni munosabati bilan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi tomonidan tashkil etilgan Ittifoq kviz intellektual o'yini ana shu ezgu maqsadlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Toshkent shahridagi 90 dan ziyod oliy ta'lim muassasasidan 350 ga yaqin jamoa mazkur o'yinda qatnashish uchun ro'yxatdan o'tgan bo'lib, saralash bosqichida 100 ta eng bilimli va faol jamoa final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ana shu 100 ta omadli jamoalarning orasida Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Yanchar jamoasi ham bor. Qahramonimiz ham mana shu jamoaning a'zosi. Savollarning oson qiyini bo'lmaydi. Aksincha, biladigan va bilmaydiganlarimiz bor xolos, deydi u. Namanganlikman, Pop tumanidanman. Hamma jamoadoshlarim shu Popliklar. Prezidentimiz tashabbusi bilan bir zakotga juda ham katta urg'u berilgan. Shuni orqasidan mahallada juda ham ko'p zakot turnirlari o'tkazilgan. Shuni orqasidan bitta jamoa bo'lib yig'ilganmiz. Shu jamoa hozir ham bitta universitetda o'qiymiz. Hozirda natijalar yomon emas. Bunday sharoitlar yaratib berganimizga avvalambor prezidentimizga juda ham kattakon rahmat aytamiz. Bilasizmi, menda shunday bir nazariya desa ham bo'ladi. Shunday bir o'zim uchun shior qo'yganman. Savolni oson qiyini bo'lmaydi hech qachon. Savolni biladigan va bilmaydiganingiz bo'ladi. Asosan bilganlarim tushyapti. Savollarning murakkabligi va keng qamrovligi ishtirokchilardan e'tibor, tezkor fikr va yuqori darajadagi bilim talab qildi. Mana bugun O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi tashabbusi bilan mana shunaqa Zakot Arena majmuasida poytaxtimizda joylashgan oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida Ittifoq kviz o'yini bo'lib o'tmoqda. Mana shu o'yinimizni tashkil etish uchun tashkiliy qo'mita tuzilgan. Mana shu o'yinni ancha yildan beri tajribaga ega insonlar tarafidan, ular tarafidan ko'rib turganingizdek shtab faoliyat yo'lga qo'ygan. Agar javobdan qoniqmagan bo'lsa, ishtirok jamoa sardori bemalol kelib bizning hakamlar hay'atiga murojaat qilishimiz mumkin. Agar e'tirozlari o'rinli bo'lsa, uni javobi qoniqtiriladi. Nafaqat bugun Toshkent shahrida, balki mana shu kun munosabati bilan bizda barcha hududiy kengashlarimiz tomonidan ham ittifoq kviz musobaqalari o'tkazilmoqda yuqori saviyada. Ittifoq kviz loyihasi yoshlar uchun o'z bilim va malakasini tekshirish, yangi ma'lumotlarga ega bo'lish va jamoada ishlash tajribasini oshirish imkonini berdi. Murojon Axatov, Oybek Mahkamov, Alzang Zakov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.